Shu yilning ichida qancha isnodga qoldim. Qancha gap so'zlarga chidadim. Ko'chada o'tib ketsam pichir-pichirlarga chidab keldim. Siz shuni tushuna olasizmi? A? Akalarimcha, akalarim odamlarga qo'shila olishmadi meni dastimdan. Siz qayerdan ham tushunardingiz buni? Bilaman. Senga juda og'ir bo'lgan. Lekin men hammasini to'g'rilayman. Nimani to'g'rilamoqchisiz? Men farzandlarimni 6 yil ko'rmadim. Shu vaqtni orqaga qaytarib bera olasizmi? Qancha yalinib bordim qizlarimni sog'inib, bir marta bo'lsa ham ko'rsatganingiz yo'q-ku. Men sizga qancha yalindim. Meni aybim yo'q. Xiyonat qilganim yo'q sizga. Yolg'on gapirmayapman, ishoning menga dedim, lekin siz ishonganingiz yo'q. Kavhar, hammasini boshdan boshlaylik. Uyga qaytaylik. Oilamizni butun qilaylik yana. Bolalarimga ona kerak. Voy bolam-ey, kuyovni bunaqaligini kim o'ylabdi deysan-a? Hayolimga umuman kelmagan-deya. Bunaqa ishlar qiladi deb. Tuppa-tuzuk odam deb yuribman-a buni. Hech ham kutmagandim, to'g'risini aytsam, hech ham kutmagandim undan. Shuncha yildan beri meni aldab, ahmoq qilib kelgan ekanlar. Bilmadim. Necha marotaba menga xiyonat qilgan ekanlar. Bu ham yetmagandek kelinimizga tuhmat qildi. Oilasini buzdi. Ukam bilan yuz ko'rmas bo'lib ketishimizga sababchi bo'ldi. Endi nima qilmoqsan, qizim? Yaxshilab o'ylab ko'rdingmi? Qaroring qat'iymi? Har holda o'rtada farzandinglar bor. Oyi, ajrashaman. Menga bunaqa xiyonatkor, tuhmatchi, yolg'onchi odam kerak emas. Axir u ham 5 yil jazosini olib chiqdi-ku qizim. Shuncha yil o'tirib chiqdi. Balki o'zi ham xatolarini tushunib yetgandir. Yo'q, oyi. Men hech nima bo'lmagandaqa yasha olmayman. Ukam ko'ziga qanaq qarayman endi. Bir nomardni deb o'z ukamdan, jigarimdan kechib yubordi. Qizim, bo'ldi, yig'lama. Hammam xato qiladi. Sen ham bunaqa bo'lishini bilmagansan-da. Kim bilibdi deysan, bolam? Bechora Gavhar qancha yalingandi-ya, oyi. Unaqa emas. Bu hammasi